Buxoroda dahshatli fojia ro'y berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Unda hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarining birida 1,5 yoshli tarbiyalanuvchi tok urishi oqibatida vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, vaziyat Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan nazoratga olinib, holat bo'yicha tezkor o'rganish ishlari olib borilgan. O'rganish jarayonida joriy yilning 28-mart kuni Buxoro tumanida joylashgan yakka tartibdagi tadbirkorlik oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2023-yilda tug'ilgan tarbiyalanuvchi ismi qisqartirilgan Sh.ning vafot etgani aniqlangan. Ayni paytda Ichki ishlar bo'limi tomonidan bolaning o'lim sabablari yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyatidagi xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan turar joy kompleksida o'rnatilgan ko'tarma kranning o'qi qo'shni hududdagi bog'chaning tom qismiga qulab tushganda, shu sababli bolalar bog'chasi faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan.